Ana bachchani qiynab urib videoga video atibdi. Mana bachchani bunday qilyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Mana bu videodagi qizni otasi bo'laman. Sud qarori bilan 1 yildan beri to'liq ko'rolmayman. 2 daqiqa, 10 daqiqa, 5 daqiqa ko'rib kelyapman. 7-mart kuni borganimda qo'lim travma olgan edi. Sport bilan shug'ullanaman. Qo'lim g'urra bo'lgan edi. Hozir ham shu g'urra joyi turibdi. Qo'lim mana g'urra bo'lgan. O'tgan yil g'urra qo'yganman. Farzandimni ko'tara olmasligim sababli singlim xosiyat topib borganman. Xossi deymiz. Sobiq ayolimni yangasi olib kelgan edi. Shu kun ko'rsatgani, lekin sud qaroriga onasining ishtirokida ko'rilsin deyilgan. Sud qarorini qasddan ular qarshilik qilib, sud qaroriga qasddan qarshilik qilib to'liq ko'rsatmay kelyapti. Sud qaroriga 5 soat ko'rishim kerak. Xoson Ben oldirmayapti ham singlimga. Boshlaymayman deyapman. Shu kun mana shunday holat bo'ldi. Qizimni singlimga bermayin. Uchli katta toshlarni ustiga qo'yib, yig'latib, keyin ko'kragiga bir marta urgan joyi ham bor. Otam ham guvoh bo'lgan, singlim ham guvoh bo'lgan. Men 102 ga murojaat qilganman. Men farzandimni toshlar ustiga qiynab ko'kragiga urdi deb. Lekin hozir nohaqlik bo'lyapti. Menga 139-modda 3-qismi V G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'agan, qamalib ketishi mumkin. Lekin u opaga jinoyat ishi qo'zg'ash kerak edi men fikrimcha. Bu opa nima haqqi bor? Birovni bolasini toshlar ustiga qo'yib, mana bunday qiynab, meni qo'lim g'urra bo'lgan, sport bilan shug'ullanaman, 32 kilolik toshni ko'tarib aylantirib ishlayman deganimga tushib ketib, qo'lim mayib bo'lgan edi, ko'tara olmadim. Bu yerda ham aytganman, boshlayolmayman deb. Shuning uchun singlimni olib borganman. Singlimga bermayapti. Bu ayol o'zini bolasini boshqa birov shunday qilsa yoqadimi? Nega bunday qilyapti, men hayronman. Lekin sud qaroriga onasining ishtirokida deyilganda, bu yerda juda ham tushunmovchilik bo'lyapti. Farzandimni urgan videosi ham bor menda. Qiynab urib videoga video. Ana bachcham. Meni singlim borib ko'taraman desa nimaga bermaydi? Tarbiyalayapti singlimni. Nima Boysun tumanida bo'lgani uchun mana shu taraf bo'lyapti. Tergovchilari ham menga savol beryapti. Nimaga urdi deb tuhmat qilding deyapti. Urdi. Mana videosi, mana qiynab o'tiribdi. Toshlar ustiga chaqaloqni ham shunday qo'yish shartmi deb men ko'tara olmasam qo'lim bunday g'urra bo'lib, mayib bo'lgan, singlimga nimaga bermayapti dedim. Mana videosi desam, tergovchisi aytayapti, yana bosh tergovchi tergov qilyapti. Ekspertizadan o'tkardik, qorayish, ko'garish, shilinish joyi umuman yo'q deydi. Endi ko'garish, shilinish, qorayish bo'lsa, nima u opaga chora ko'rilaman. Toshlar ustiga qo'yib qiynayapti. Ko'kragiga urganlik videosi aks etdi. Urdimi? Urdi-da, men urdi deb murojaat qilganman. Mana shunga menga o'tda og'ir tuhmat deb 139-modda 3-qismi V G moddalarini qo'yib, ustma jinoyat ishi qo'zg'atgan. Endi bitta sudya bobomiz agar taraf bo'lmayin haqiqat yuzasidan qaror qabul qilmasa bilmadim. Men Surxondaryo viloyati Bandixon tumanidan. Farzandim onasi Surxondaryo viloyati Boysun tumanida. Bu voqea Boysun tumanida bo'lgan.
Sud qarori bilan borgan men ko'rgani. Alimentni o'z vaqtida to'lab kelyapman. 3 million atrofida. Oyma-oy bitta farzandimga. To'lashim ham shart. Bir xil otalar bolasiga to'lamaydi aliment. Ko'rgani ham bormaydi. Men ko'rgani borsam, uchinchi shaxslar aralashuvida ko'rolmasam, yana farzandimni mana bunday toshlar ustiga qiynaganini aytib, ko'kragiga urganligiga aytib, 102 qilsam, meni ayblab qo'yapti. Bu qonun kim biladi nima bunday bo'lyapti? Qonun bor. Lekin mana shunday bir endi beanodim gapirgani ham men umuman tushunmay qoldim. Farzandimni ko'rgani borganimda qaynukalarim qo'pol ravishda haqoratlaydi. Bilmadim. Men murojaat qilsam zapslar ham borda haqoratdan. Endi uni qo'yib bergani to'g'ri kelmaydi. Qaynog'am ana shu farzandimni olib chiqqan sobiq ayolimni yangasini eri, qaynog'am o'lim bilan tahdid qilganda, ularning ham zapsi bor. Mayli, uni qo'yib bersam bo'ladi. Mana isboti. Mayli, bo'lsin. Faqat Xudo turibdi osmonda. Xudo topasam, bir bo'lasan bari. Bu nima holat? Bu qanday zamonda turib yashayapmiz? Alimentlarni to'lasam, sud qarori bilan o'zimni farzandimni ko'ra olmayman. O'zimni farzandimni ko'rgani borsam, haqoratlasam, o'lim bilan tahdid qilsa, bu nima degani? Nima mana bu o'lim bilan tahdid qilganga chora ko'rilmayapti? Nima shunchalik Surxondaryoga tanish bilishchilik bo'lib ketyapti? Yana mahalla raisi uni ham zapslari bor. Shanba bozor kun ishlamayman deydi. Turli xilda bahonalar bilan meni keltirmaslik. Sobiq ayolimda sinfdoshi bo'ladi. Shanba bozor kun kelmaysan, mendan so'rabki, men ishlamayman, davlat oylik to'lamaydi deydi mahalla raisi. Bu nima holat? Mening yo'li shu qo'yib ruxsatsiz biri hech kim qilmaydi rasmiy. To'g'rimi? Qayerda yopishim? Shu kelgan paytmi yopib dedim. To'g'ri gapirishdi. Men asal bu o'sha so'ylardagida yozulardagida men juda chatoq. Menga oxirin qiziq bo'lmay qoladi. Mayli, qani? Sen to'g'ri gap. Sen men huzurimda o'tiribsan, men savolimga javob berishdi. Men bilan to'g'ri muomala qilishni xohlasan. Men talab qila olaman. To'g'rimi? Xalqaro tiyma. Bu yerda ham odamlar yashayapti, o'zgarcha aqlli. Oxir shu bo'lsa, davlat intagimiz, sizlar aqlli. Bular ahmoqmi deydi. Juda internetga gapirib qo'yyapsiz. Har hurmat qilingni, hurmat qilish kerak. Men shanba kuni kelib bu yerga hisob eshitib o'tirish, hisob berishga majburman. Odamgarchilik yuzasidan keldimmi? Sal odamgarchilikni bilaymi muomala? Yo'q, bizda men kelib sizlardagi narsa emas, bu sizlardagi shunday. Bu qonunda mehnat kodeksimda ko'rsatilgan. Men shanba kuni ishga kelishga majburman, biroz ishga majburman. Mayli, xohlasangiz ishlaring. Sen ishlamayman shanba kun sen uchun kelib turish mumkin emas menga. haqiqatan ham menga shanba kuni davlat ish haqi to'lamay, shanba yakshanba kuni men qonuniy dam olishdamman. Mehnat kodeksida ko'rsatib qo'yib, 5 kunlik ish kunim mening. Dushanbadan juma kuni kechqurungacha ishlayman. Bo'ldi, shanba kuni ishlamaysiz shu. Yo'q, shanba kuni men majbur emasman. So'zlashi bor. Bu qanday holat? Mahalla rais nima uchun saylangan? Urushganlarni yarashtirish o'rniga turli xilda bahonalar bilan meni borib farzandimni ko'rishimga to'sqinlik qilib o'tiribdi. Buni ishdan olib tashlash kerak. Mayli, ular ertaga yozsin bu videoni ko'rib, meni sha'ni qadr qimmatimni sharmanda qildi, zapsini chiqardi. U bo'lgan voqea, nima aybdor bo'laman men? Mayli, bunga ham mayli ayb bo'ynimga yana bitta jinoyatni ilsin. U Boysun tumaniga oson. Sal bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa jinoyat qildi deb mana shunday qilib lekin o'zlarini qarorlari mana bunday o'lim bilan tahdid qilyapti, boshqa qilyapti. Boshimni yorib tashlagan, tegish tushgan edi.
Menda hamma analar turibdi. Murojaat qilganman. Jinoyat alomati yo'q deb yopib bergan. Olmisham. Mana endi qanday haqiqatni qo'yib berishim kerak? Qaynolarim juda ham haqorat qilgan. Ularni qo'ysam endi to'g'ri kelmaydi. Lekin menda zapislari mavjudda. Hattoki shu Boysun tumani Shifobuloq mahallasidagi xotin-qizlar raisi ham menda so'zlashuvlari bor-da, mana eshitdingizlar. O'zi yashayman deyapti. Men ajralamanam deganim yo'q deydi. Opa deydi, qizim 3 oylik bo'ldi deydi. Bo'ldi. Men tursindan dossier bor, buzmagan. Dossier, haqiqatan dossier deb eshitdim. Dossier jo'natmayman deb aytgan ekan, hammasini bildim. Siz kutib turing shu yerda hozir. Mana bu yerda uchinchi shaxslar aralashuv. Xotin-qizlar raisi aytib o'tiribdi-da. Bu nima holat? Bu nima holat? Hattoki ko'rgani borganimda uni ham deyalari bor. Men geleyim. Sud qarori bilan kelyapman, opa. Qaradına geleyim baba. Boşuna gelip kaçtı görüldü. Sud qarori. Bir. Ya adam ya balam da tanımı verin. Hop. Yendi bugün. Tanel atam buraya. Gözümü görmüyor. Yekisi bu yollara güzel görmeyse. Yaşa. Şunda ya. Nimeler deb yozmayız mı? Ya qaysi bitmi? Yana şuyla oynab kelibsiz. Yo'q, ko'rsatmayapti. Ko'rsatmayman. Qayerda shu qadar mushtoyoq chaqaligida o'lgan bo'lsa, ya qarancha, etga qarayman degan bo'lsa, endi Nasvanina. Men sen tilban men kim bo'lsa? Bu advokatim hozir o'qishim bilan beraman. O'tma, pat o'tma, men Qarang, mahalla raisi bilan bir gaplashtiraylik opani. Mahalla raisi. Qanday bachcham yaxshimi yo o'zi qanday? Mendan bo'lgani olib ketib qoldilar. Deb so olib ketib, kim olib ketdi o'zi? Ket, jugjog'im bilan olib ketdim deb tilba qildim qo'l. Sud qarori bilan kelganman, lekin mayli u jinoyat Qarorimi, boshqami, nima? Rais bova Nasvaninasi ko'rsatmayman deyapti. Yo'q, sud qarori bilan kelyapman-ku men. Beraymi momaga? Ko'rsatmayman. Mana o'qmay. Ali. O'zi qanday musulmon yaxshimikan? Sobiq ayolimni onasi. Mashinangni bo'lib deylayman, nima bor, kelma deb meni haydab berganda, sud qarori bilan borgan men. Uyatda endi. To'g'ri, ayollarga katta imkoniyatlar berildi. Mana bu aliment uchun ajrashuvlar ko'payib ketyapti. Mana shu aliment to'plash kerak. Men fikrim yana. Qarayolmasa berish kerak otaga. Men qarayman. O'qitaman mana shu qizimni, o'qitaman. Universitetlarga o'qitaman. Bersin. Bo'lmasa ko'rsatsin. Sud qarori bilan boryapman. 2 daqiqa, 5 daqiqa ko'rsatmaydi. Bitta rasmga tushiradi. Men MIPga murojaat qilaman. MIP ishlamayapti. Boysun tumani MIP ishlamayapti. Mana sudga bersin, men dalil isbotlarimni olib boraman. Har doim bor video qilgan men kech keladi. Har oyning 1 va 3 shanba kuni soat 9:00 dan 14:00 gacha 5 soat ko'rishim kerak. 9:30 10 da olib keladi. 2 daqiqa 5 daqiqa. Ko'p bo'lsa 19 daqiqadan oshmagan. Bir marta 19 daqiqa ko'rganman. 2 soat umuman ko'rmaganman, lekin sud qaroriga 5 soat ko'rishim kerak. 66-77-modda bor. Ota bilan ona teng huquqli ko'rishga. Nega ular har doim ular qo'lida-ku. Men ham farzandim-ku. Mana bunday ko'rsatmagandan keyin aliment o'zib taylash kerak. Aliment to'lib yotibdi, lekin menga ko'rsatmaydi. Ko'rsatsin. Men ham farzandim-ku. Mana shunday gapirsa,
gapirgan kishi, haqiqatni gapirgan kishi mana shunday. Ichki ishlar birdan chaqiradi. Ijtimoiy tarmoqqa sha'ni qadr qimmatini unday qildim deb shu kungi video ham chiqib ketgan Instagram, TikToklarga. Mana keyin biz aybdor bo'lamiz. Tepadan gapirgan, ular chaqiryapti. Lekin Instagram, TikToklarga ham men qo'ymaganman. Undan keyin ayolim qo'yib bergan, rashk tufayli ham farzandimni qiynalib o'tirganligi uchun qo'yib bergan. Ko'rgazmaga ham ayolim men qo'ydim deb tan oldi. Sababi o'zi qo'ygan. Keyin oxirlariga kelaverib 12-aprel kuni keyingi ayolimdan ham telefonidan o'zidan kichkina bir bala bilan yozishmalari bor ekan Telegramdan. Ishqi munosabatda bo'lgan ekan. Audio zapislari ham menda mavjud. U Sherobod tumani G'o'rin Gilambob mahallasida yashaydi. 16-bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Mana shunday holatlar bo'ldi. Uni haydab berdim. Haydab berganimdan keyin 12-aprel kuni haydagan bo'lsam, 13-aprel kuni borib men ustimdan ko'rgazma beryapti. Menga bosim o'tkardi. Men chiqarganim yo'q. Men chiqardim deb turdim. Lekin erimni o'zi chiqargan deb. Men chiqargan bo'lsam chiqardim deyman. Lekin men chiqarmaganman. Chiqargan bo'lsam nimadan qo'rqaman? Chunki bu bo'lgan voqea-ku. Lekin mana bu yerda ham nohaqlik. Chiqargan ayolimda o'zi haydalgandan keyin mana shunday menga tuhmat qilib o'tiribdi. Yozishmalari ham menda bor, screenshot qilib olganman. So'zlashuvlari ham bor. Nima bo'lgan? Mashinaning ichiga nima bo'lgan? O'zidan 1 yosh kichkina bola bilan mana shunday ishqi munosabatda bo'lib yurgan. Shu Sherobod tumani 16-bog'cha G'o'rin Gilambobdagi davlat bog'chasi, 16-bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Shu tarbiyasidagi 1 yosh qizchani otasi bilan mana shunday Telegramda yozishib, ishqi munosabatda bo'lib yurar ekanda, shu Telegramga ham shu qizni ismini aytmayin endi, shu qizchani ismini yozib, shuni Ayasi deb yozib yuribdi. Endi uyat. Ayollarga juda katta xolos berib berdi, lekin uyat. Agar bir kattaroq bloger kelsa, ana Surxondaryoga kelsin. Men telefon nomerimni aytaman. 70lik 166 30 30. Keyin ikkinchi raqamim 33lik 617 77 73. Mana eng katta blogerlar kelsin. Boysundagi tema bo'yicha ham men haqmen. Unda o'zimga asoslarim yetarli, videolarim bor, ko'rilmagan. Ular sud qaroriga qasddan qarshilik qilib ko'rsatmay kelyapti. Aslida qonun bo'yicha birinchi marta ko'rsatmaganga ma'muriy jazo qo'llanadi. Yo'q. Birinchi marta ko'rsatmaganga oqlantirish, ikkinchisiga ma'muriy jazo qo'llanadi. Ya 3 yilgacha 15 sutka qamoq jazo yoki 20 akalatgacha jarima. Ikkinchisida mana shu holat. Uchinchisida jinoiy javobgarlik. 4-marotaba ko'rsatmasa sud qaroriga qasddan qarshilik qilib kelyapti degan bo'lib, onalik huquqidan mahrum bo'lib, bola menga o'tib keladi. Keyin ayolim sud orqali kelib ko'radi u. Lekin menga bersin, sudga berish ham shart emas. Xohlasa haftasiga kelib ko'rsin, xohlasa har kuni kelib ko'rib ketsin. Men bolani onadan ayirmayman. Lekin nohaqlik qilyapti. Meni ko'rishimga to'sqinlik qilyapti. Bu qanday holat? Bu yerda juda ham noto'g'ri bo'lyapti. Bir kattaroq bloger kelsa, mana bu bo'layotgan ishlarni bir yoritsa, kim haq, kim nohaq. Keyin bu yerdagi vaziyat Sherobod tumanidagi G'o'rin Gilambob mahallasida davlat bog'chasi, 16-bog'chada tarbiyachi mana bunday holatlar qilyapti. O'zidan kichkinalar bilan ishqi munosabatda bo'lib, yana yosh bolalarga tarbiya berishi menimcha noloyiq. Uni ishdan o'tkazilish kerak. Undan tashqari ham
ishdan 2 soat, 3 soat oldin постоянно ketib qolgan. Menda dalil isbot yetarli. Mudirasi unga yarim stavka emas, yo 75 stavka emas, 1 stavka oylik yozib kelyapti-da. Hol u bo'yicha haybsan oldi mudirasi eshitishimcha. Shu mudirani eri bir kattaroq ishda ishlaydi ekan, Sherovatda. Menga telefon qilib bosim o'tkaryapti. Sen unday qilsan, bunday qilsan, xotinim haybsan olyapti deb. Men xohlasam bloger olib boraman. Ochiqchasiga kim qanday ishlayotganligi bilinsin. Nimaga ayolingizga men necha marta telefon qildim. Unga ham chora ko'ring, haybsan bering, ishdan haydang deganimga o'zim bilganimda ishlayman dedi. Shuning uchun bir bloger olib boraman desam, menga aytayapti, Surxondaryoda Sherobod tumaniga bloger kela olmaydi degan zapslar ham bor. Keyin yana menga shu mudiraning yeri, 16-bog'cha mudiraning yeri telefon qilib meni haqoratlayapti. Haqoratlari ham menda mavjud turibdi. Lekin unga hech kim chora ko'rmayapti. Mana bu mudiraga ham, mana bu bog'cha tarbiyachisiga ham ikkalasini ham ishdan haydab yuborish kerak. Ayollarga katta huquq berildi deb indamasa, bunday aytganda jinoyat qilyapti bular. Ishdan erta kelyapti, tarbiyachi 2 soat, 3 soat oldin mudira unga to'liq ish haqi yozyapti. Jinoyat tog'dagi tema bo'yicha farzandimni toshlar ustiga qo'yib qiynayapti. Uni ham jinoyatga tortish kerak. Lekin ayol kishi deb indamayapti-da, o'rta yerga erkaklar jabr chegyapti. Sud qarori bilan ko'ra olmayapman. Sizlardan iltimos, bir yaxshi bloger bo'lsa yoki mana shu kelsa, mana bu bo'layotgan narsalarni bir yoritsak, mana bu chiqishimdan keyin yuqori turuvchi tashkilotlar, prokuratura o'zlari bir o'rgansa, hozir tonish bilishchilik qilib, o'rta yerda men aybdor bo'lib sudlanib qolyapman, qamalib ketishim mumkin. Sizlardan iltimos, yuqori turuvchi tashkilotlar o'rgansa.